Parda sohasiga kirib kelishimizning asosiy sababi xolamlar bilan tog'amgilar bo'lishadi. Bu parda sohasini O'zbekistonga olib kirishgan birinchi odamlardan deb aytsa ham bo'ladi. Qo'llarda ishlab kelganmiz. Shu maktab paytidan birga ishlardik va keyin akamlar o'zlari do'kon ochganlar. Keyin akamlar qo'llarida sotuvchi bo'lib ishlaganman. Keyin Turkiyaga borardik. Keyin o'zimizda fabrikalar bilan to'rma-to'g'ri ishlaydigan bo'ldi va hozirgi kunga kelib akamlar boshqa biznesga o'tib ketdilar va bu biznesni bizga yoshlarga berib ketdilar va shu biznesni endi bizni yuritib boryapmiz. Keyingi 5 yildagi planlarimiz xudo xolasa hozirgi kunda Turkiyada bitikda fabrikalar bilan muzokaralar olib boryapmiz. Shu yerda fabrika ochish va yana boshqa filiallar ochib, nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyo, Yevropada, hattoki Amerika davlatlarida ham filiallar ochish maqsadga qo'yganmiz. Avvalambor kamchilik hammada bor. Hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgan kamchiliklardan biri pardachilarni bu o'z muddatida pardani bitkazib bermaslik. Uje remontdan, hamma ustalardan charchab oxirida parda zakaz berishadi. Shu sababdan pardachilikka aytayardimki, aytgan muddatdan hattoki oldinroq ham bitkazib berish kerak deb o'ylayman.